Jigarni 2,5 mingdan oshiq funksiyasi bor organizmda bajaradigan rastaropsha yog'i. Rastaropshani tarkibida silimarin degan modda bor. Bu juda ko'p jigar to'qimalarini tiklashga ishlatiladigan juda ko'p dorilarning tarkibida bor. Bu sintetik holatda ham uchratsa bo'ladi, organik holatda ham uchratsa. Organiki bu rastaropshani tarkibidagi silimarin bo'ladi. Bu yerda 100% tabiiy, 100% organik bo'lgan modda, ya'ni rastaropshani yog'i jelatin kapsulasida bo'ladi. Bunda hech qanday qo'shimchalar qo'shilmagan, halol. 500 milligramdan chiqadi, ya'ni juda ham silimaringa to'yingan yog' hisoblanadi bu. Rastaropshani afzalliklari jigar to'qimalarini zo'r tiklaydi. Jigar to'qimalari hozir juda ko'p, ya'ni 80-90% insonlarda jigar bilan bog'liq muammolar, ya'ni kasalliklar bor. Jigarni 2,5 mingdan oshiq funksiyasi bor organizmda bajaradigan. Hozirgi yeb ichilayotgan mahsulotlarni va stressi hisobini agar oladigan bo'lsak, juda ko'p insonlar jigar kasalligidan o'zi bilmagan holatda kasallanadi va o'sha bir necha ming funksiyalaridan bir nechtasi, ya'ni inson organizmida yaxshi ishlamagan hisobiga hammada har xil o'ziga yarasha shikoyatlar kelib chiqadi, ya'ni uni aynan jigardanligini bilmaydi. Jigar organizmdagi birinchi filtr hisoblanadi. Ya'ni birinchi filtr qonni eng tozalab beradigan, eng birinchi bo'lib tozalaydigan bu organ hisoblanadi. O'shaning uchun ham jigarga har doim bizni yordamchi, nima deydi, qo'llab-quvvatlovchi terapiya, ya'ni lecheniya qilib turishimiz kerak bo'ladi, davo qilib turishimiz kerak bo'ladi. Bunda biz tavsiya qilamiz aynan rastaropsha yog'ini. Chunki bu побочный, ya'ni nojo'ya ta'sirlari yo'q va undan tashqari peredozirovka deydi, ya'ni me'yoridan oshiq iste'mol qilinganda ham zararli ta'sirlari yo'q. Faqatgina ich surishi mumkin, ya'ni odamlarda shu ayniqsa bu narsa hozir ichi yaxshi kelmaydigan, ichi qotadigan insonlarda qaytanga yaxshi plus tomonga ishlaydi bu. Buni nima deydi, asosiy funksiyalari jigar yallig'lanishini oldini oladi. Jigar to'qimalarini tiklaydi. Ayniqsa hozir kimni qaraydigan bo'lsangiz, kimga masalan UZI tekshiruvini buyuradigan bo'lsangiz, hammada jirovoy gepatoz, ya'ni jigarni yog' bosishi deb beriladi. Hech bo'lmaganda birinchi, ikkinchi darajali yog' bosishlar bilan kelishadi. Aynan jigar yog'larini eritishga rastaropsha yog'i meditsina tomonidan ham tavsiya qilinadi. Bu bo'yicha ham katta tadqiqotlar o'tkazilgan. Rastaropsha yog'i aynan jigar funksiyasini yaxshilanganini hisobiga ko'z nuriga ham ta'sir qilish funksiyalari bor. Ya'ni nimagaki sababi ko'z kasalliklarini juda ko'p foizi jigarga bog'liq bo'ladi. Aynan shuning uchun ham rastaropsha yog'ini ayniqsa yoshi 30 dan oshgan insonlarga hammaga tavsiya qilish, ya'ni kunlik ratsionda bo'lishini tavsiya qilamiz. Undan tashqari bu o't suyuqligini sifatini yaxshilab beradi, safroni sifatini yaxshilab beradi va safronni suyultirib beradi. Ko'pchilikda hozir safro quyuqlashgan hisobiga, o't yo'llaridan yaxshi quyuq safro yurmagan hisobiga o't tosh kasalliklari ham rivojlanishi ko'payyapti va bo'g'im kasalliklari ko'payyapti. O't suyuqligining sifatini yaxshilangan hisobiga shu aytilayotgan belgilar hammasi sekin-sekin kamayib, yog'iga yo'qolishni boshlaydi.